Assalomu alaykum aziz musulmonlar, aka-ukalar, opa-singillar. Hammamizni oilamizda jigarlarimiz bor, oilamizda. Opa-singilimiz yoki ona bo'lsak farzandimiz bor. Endi tasavvur qiling, agar farzandingiz bemor bo'lib qoladigan bo'lsa, qanaqa holga tushasiz? Bormagan joyingiz qolmaydi. Bu yoqqa olib borasiz, bu yoqqa olib borasiz. Qanaqa bo'lsa ham farzandimni, dilbandimni sog'ayib ketishini deb niyat qilasiz yani. Bu kishimizni onalarini endi o'zingizni o'rningizga qo'yib ko'ring. Bitta o'g'li bemor bo'lib bir joyda bo'lib qolibdi. Ro'za Ramazon oyida turibmiz, ajr savoblar ko'paytirib beriladigan oyda. Darajotlari yuqori bo'ladigan oyda turibmiz. Payg'ambarimiz alayhissalomning hadislarida aytib o'tgandek, bir musulmonning qalbiga xursandchilik kiritgan insonni gunohlari to'kilib ketadi deb Payg'ambarimiz alayhissalom sahih hadislarda aytganlar. Haqiqiy ihson o'zing muhtoj bo'lib turgan paytingda sendan ham muhtoj